Bu kotlet nimani go'shtda tayyorlangan deb o'ylaysiz? Bu go'shtda emas, grechkada tayyorlangan. Agar uyingizda go'sht muammo bo'ladigan bo'lsa, shunaqa kotlet tayyorlashni o'rgatib qo'yaman. Videoni oxirigacha ko'ring. 2 piyola grechkani qozonchaga solamiz va uni qo'nguncha suv quyamiz. Orqasidan 2 osh qoshiq tuz solamiz va o'rtoqlikda gaz plitaga qo'yib qo'yamiz. Grechkamiz pishguncha bir dona piyozni to'rg'ab olamiz. Piyozni somoncha shaklida to'rg'ab, qozonga yog'ni quyib, piyozni qizartirib pishirib olamiz. Grechkamiz 20 minutda pishdi, uni idishga solib, ezib tashlaymiz. Ta'bga ko'ra tuz, murch, shirin paprika qo'shamiz. Yopishqoq bo'lishi uchun unga bir dona tuxumni chaqamiz, uni yaxshilab aralashtirib, kotlet ko'rinishiga keltiramiz. Endi skоворodkaga yog'ni quyib, unga belab, yog'da pishirib olamiz. Ko'rinishi go'shtli kotletni o'zi bo'ladi. Bu videoni yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Meni sahifamga obuna bo'ling, shunaqangi foydali ma'lumotlarni berib o'taman.